Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrlik bo'lsin. Biz oldingi darsimizda Photoshop 2022 ning ko'rinmasi bilan qisqacha tanishib chiqqan. Bu vaqtlik darsimizda Photoshopda eng ko'p qo'llanilgan qurollarning biri yutkash quroli bilan tanishib chiqamiz. Biz Photoshopda eng ko'p ishlatiladigan qurollarning biri yutkash quroli. Mana mushu ustidagi mushu yutkash quroli. Buningki qisqartirilma tizlatma knopkasi V. Masalan, men lupaynek va cho'ngaytish qurolini ishlatayotgan bo'lsam, tizlam yutkash quroliga o'tmoqchi bo'lib qolsam, mousemni olib berib, chekishni o'rnida knopka taqsini V bilan bosaman, avtomatik o'zgaradi. Masalan, men otni misolga olsak, otni men o'ng so'lga yurishtiray desam, yurishmaydi bu. Buni so'raydi mendan. Shunga avval qulupni ichib o'tib, undan keyin yutkashib bosanglar bo'ldi. Bu bir Photoshopning bir yaxshi iqtidori. Masalan, sizlar Photoshopda rasmlaydigan vaqtda qavat hozir bir qavat to'g'on bilan 10, 20, 30 qavat bo'lib ketishi mumkin. Keyin ishlamoqchi bo'lgan loyihaniki murakkablikka qarab, shu vaqtda o'zgartsak bo'lmaydi, o'zgarib ketmasin, yo yurishib ketmasin o'rniga rasmlarni hamma qilib silvatsanglar, va qancha yutkayman desam yutkaymaysizlar. Yutkashdan burun shu qulupni ichib o'tib yutkasanglar, bu bir yaxshi iqtidori. Shu hozir endi men otni yutkasam yutkayalayman. Endi shotutni ekilay. Shotutni ekasam, ekiliblar. Masalan, qarasanglar, men shotutni tutib, men shotutdan yendiki mana, men otninki nimasini apag'andan keyin qilib bermaymiz mousening so'l tarafini. Undan keyin men ot va ko'znak ichildi. Undan keyin shunda qo'shilgan belgi mana. Shunda qo'shilgan belgi chiqqandan keyin otni tashlasam, mana. Shotut keldi. Buni shu odatda yutkab ishlatamiz hamda. Undan keyin men buni ba'zi vaqtda bu yutkash qurolininki jiq iqtidori va shu V qurolininki qisqartirilgan ismi V. Bu V qurolininki nurg'unlagan ishlatish usullari va buni ishlatish jarayonida jiq bilib ketasizlar. Endi hozir yutkash qurolininki qisqacha nimasi shu tonishtirishi. Undan keyin buni yana bir qanday alaylik va desanglar. Masalan, hozir men o'tkidim, lekin men rasmni kichiklatmoqchi. Men otdan cho'ngib qoldi bu hozir. Buni kichiklatay degandan keyin buni shu yutkash quroli orqali kichiklatamiz. Qarasanglar, bu yerda shu transform controls deb bir tanlash va bu tanlash taq hozir. Buni shunda to'g'ri belgisini qo'ygandan keyin qaranglar. Men shotut va rasmninki üst taraf va atrofiga girvaklarga tanlash ichildi hozir. Mana. Odatda bir yo'rmay qolib qolsa, bu qanday nimishqa yo'rmaydiganda bu deb ansirmay aşağıdan tanlasam bo'ladi. Yana biri mouse'ni sizlar boshqa yerga ekib qolib, masalan, cho'tkalash yoki o'chirish yo tamg'ilga ekib qolib turib, sizlar bu miyani izlasangiz chiqmaydi bu. Shu qaysi qurolni chekkandan keyin shu qurolninki xasligi ustida o'zgarib mavdu. Shunga biz hozir V qurolni ishlatmoqchi bo'lgandan keyin V qurolni V'ni chekib turib, yutkash qurolni chekib turib, undan keyin qarasanglar chiqdi bu yer. Bunda chekkandan keyin hozir tanlash chiqdi. Endi bu tanlash bo'lgandan keyin men kichiltalayman. Buni mana Photoshopning 2021 ustida qo'shilgan nimasi bu. Normalda agar 2020, 2019, 18 uning ostidagi nashini ishlatgan bo'lsanglar, cho'qim hozirgiday butun hamma taraf tang holatda rasm so'zlab ketmay yoki ko'rinmasi o'zgarib ketmay holatda tang kichiklab cho'ngaytish uchun odatda shiftni bosib turib qilamiz. Lekin 2022 da uni qilmasam bo'ldi hozir. Hech qanday bosmayman. Masalan, men rasmni qaysi tarafini tutsanglar, mana ustini tutamsizlar, yon tarafini tutamsizlar, burchak tarafini tutamsizlar, tutsanglar o'zi holatda rasmninki shakli o'zgarmagan ahvol ostida normal cho'ngib kichiklaydi. Mana.
Masalan, yana biri, men hozir maholatda cho'ng'aytsam, bu ustiga chiqib ketdi. Men undaq qilmay, buni o'ttirib tang to'rt atrofi tang cho'ng'ayib, o'ttirg'i kichiklaydigan holat kichiklasam bo'ldi degan shu qolib qolsa, knopka taxtasidan oldini bosib turib, uningki mousening sol tarafini qatlamay besib tursanglar, mana hozir men atvatir uddul holatda kichikildi mana. Maholatda. Buni shunday ishlasam bo'ldi. Undan keyin internet bessak, saqlanib ketadi. Bu men qolib qolsa, masalan, men oldin siz ozroq cho'ng'aytay. Agar internet basmay, ma ustidagi to'g'ri belgisini besib olsam, hozir qilgan mashg'ulot saqlanadi. Agar yo'q, ma mashg'ulotni qilmayman, muqimdaman deb qolsanglar, ma yendiki mani besib olsanglar, yana hozir sizga qaytib ketadi. Yana bir ishlatish usuli, masalan, men ma rasmninki shatutning beshini boshqa yerga kesib olmoqchi. Shu vaqtda yana bir foydalanamiz. Masalan, men qo'ral foydalanib, bu shatutning beshini tanlab oldim. Tanlagandan keyin mousening o'ng tarafini chekib, ma yangidan bir nus ko'paytirish, ma kesib ham olish. Masalan, men hozir kesib ham olmoqchi buni. Kesib olgandan keyin qarasanglar mana, men hozir ramkalash qurolininki nimasida tanlaqliq. Bu tanlagan bo'lgandan keyin mouse belgisi chiqmaydi. Shunga men yana buni boshqa yerga o'tkazish uchun kun taxsini vini bassam bo'ldi. Bu maqsa yana bismillah basgandan keyin yana mouse belgisi o'zgargandan keyin mana tanlash keldi. Men buni xalqiga o'tkazsam yetkiyalayman. Buni shu ko'pincha rasmning qavat soni hozir 3 qavat bo'libdi. Bu 30, 40, 50 qavat bo'lib ketishi mumkin rasm loyilash jarayonida. Qavatlarni bir taraf qilish, rasmlarni usti masalan hozir men shatutni otning ostiga ilib olsam, ko'rinmaydi shatut. Lekin men keyinda endi men otning ko'zini ilib olsam, shatut yolg'iz qoldi. Shunga o'xshash, mouse ba mush qurolni nurg'un ishlatamiz Photoshop ichida. Masalan, men aytib turay. Uniki men shatutninki demisni men ma tarafga bir nus ko'paytmoqchi. Bu ko'paytirishning nurg'un usullari bor. Buning ichida masalan kun taxsidan oldi besib tursanglar, mana men mouse o'zgaradi. Qora mousening ostiga oq mousening birisi chiqdi. Qo'sh mouse bo'ldi hozir. Mousening strelkasi mana. Bu holatda men kun taxsini qoplamay turib, mousening sol tarafini chekib qilamdi, tasaq keladi. Bu keldi. Bu bir ko'paytirish usuli. Men Ctrl Z ni bosib, men mashg'ulotimni qaytarib olay. Yana bir ko'paytirish usuli, shu shatutning beshi va qavatini tanlab turib, knop taxsidan Ctrl G. Ctrl G ni qilsam, mana layer 2 kopiyalab yana birisi chiqdi miyaga. Mana. Ctrl Z ni bosay, hozir 3 va Ctrl G ni bosgandan keyin yana bir nusxa ko'paydi. Undan keyin men tasam yo'qolib ketmaydi. Bu yana ikkinchi xil ko'paytirish usuli. Undan keyin hozir Ctrl Z ni bosib mashg'ulotimni qaytarib oldim. Yana bir ko'paytirish usuli, bu shatutning beshi va qavatni chekib turib, mouseninki sol tarafini chekkandan keyin maholatga unda qappamay ekilib, ostidagi tizimlikdagi axlat sandoqning yandagi qo'shilgan belgi va tizimlikka ekiblam tashladik. Mana tashlagandan keyin bu yana bir qavat ko'paydi. Buni hozir men tasammi, matigida ba'zi ish qilgandan keyin mana mush holatda. Bu yetkazish uchun yana shu quroldan foydalanib ishlatamiz. Bu jiqyaga ishlatkili bo'ldi buni. Masalan, hozir men shatutninki oldi ma tarafga biz ikkisini biz qaraydigan qilib qo'ymoqchi bo'lsak, men mousening sol tarafini chekib, o'ng tarafini chiqqan tizimlikdan horizontal mani bosgandan keyin mana hozir men qarab turdi hozir bu. Buni saqlayotdik. Undan keyin otning oldi o'ng tarafga hozir. Bu otning oldini sol tarafga qaratmoqchi bo'lsak, yana o'xshash mouseninki miyaga bir chekib o'tib, oraliqqa mouse o'ng tarafini chekib, buni horizontal qilsak, mana ot tarafga qaraydi. Shu ishlarda qurolni ko'p ishlatamiz hamda. Mush qurolni.
Şuna bu Qur'onniki xususiyatini nimaga ishlaydiganligini bilib olsanglar, uncha murakkab emas. Masalan, men kup shakllik sanduqdan bir tal, ondan keyin yumloq shakllik, bunun rengi sariq olsun. Ama o sariq oldu. Ondan keyin yana bir tal yumloq shaklini qurib, bunun rengi qizil olsun. Ushbulardan bilisizdoq. Ushbularninki rengi ko'k olsun. Mana. O'tkamoqchi bo'lib qolib qolsam, yana shu o'tkash quroli orqali mana. O'tkash quroli orqali o'tkalayman. Mana. Bu qitimliq darsimiz yaxshi bo'lsin. Keyin qitimliq dars ko'rishgacha mana salomat bo'linglar. Allohga omonat.